Donetsk Putinning urush xaritasidagi eng katta maqsadlaridan biri. 4 yildan beri butun Donetsk viloyatini egallash Rossiyaning asosiy harbiy maqsadlaridan biri bo'lib kelmoqda. Hozir Ukraina viloyatining taxminan 5 dan 1 qismini nazorat qilmoqda. Ammo aynan shu qolgan hududda Moskva 4 yildan beri yorib o'ta olmayotgan mudofaa devori joylashgan. Bu Konstantinovkadan Slavyanskgacha cho'zilgan 4 shahardan iborat mashhur qal'alar qamari. Bu yil Kreml ushbu mudofaa chizig'ini buzish uchun katta kuch tashladi. Faqat Konstantinovka Druzhovka yo'nalishining o'ziga 11 ming nafar harbiy jo'natdi. Shunga qaramay, Konstantinovka hali ham Ukraina nazoratida. Frontning boshqa qismida esa Moskva uchun yanada murakkab vaziyat shakllanmoqda. Dnepropetrovsk Donetsk chegarasida bu safar hujum qilayotgan tomon Ukraina. Ukraina desant shturm qo'shinlari Kamar tomon bosqichma-bosqich ilgarilamoqda. Kamar Donetsk viloyatining g'arbiy qismiga olib boruvchi muhim nuqtalardan biri. Bu bosim ostida Rossiya bo'linmalari ayrim pozitsiyalardan chekinmoqda. Eng muhimi, bu holatni Rossiyaga yaqin harbiy kanallarning o'z xaritalari ham aks ettirmoqda. Fevral oyidan beri bu yerda Ukraina 7-desant shturm korpusi boshchiligida muhim operatsiya olib bormoqda. Ukraina armiyasi Aleksandrovka yo'nalishi deb ataydigan bu frontdagi maqsad Rossiya o'tgan yozda qo'lga kiritgan va keyinchalik Dnepropetrovsk viloyatiga kirdik degan axborot kampaniyasida foydalangan hududlarni qaytarib olish. ICV hisob-kitoblarga ko'ra yanvar oxiridan beri bu yo'nalishda 400 kvadrat kilometrdan ortiq hudud qaytarib olingan. Ukraina bosh shtab ma'lumotlariga ko'ra Dnepropetrovsk viloyatida Rossiya egallagan hududlarning deyarli barchasi tozalangan. Erkaklar, sog'lig'ingizni kechiktirmang. Tez-tez hojatga chiqasizmi? Bel yoki pastki qorin og'riydimi? Bu prostata muammosining belgisi bo'lishi mumkin. Prostamix 18 xil tabiiy giyohli Turkiya texnologiyasi asosida ishlab chiqarilgan mahsulot. Prostata faoliyatini qo'llab-quvvatlaydi, erkaklar quvvatini mustahkamlashga ko'maklashadi. Ma'lumot uchun 55 kodi bilan 503 22 00. Fransiyalik ochiq manbalar tahlilchisi Kelman Mollening sun'iy yo'ldosh tasvirlari va havo zarbalari tahlili asosidagi ma'lumotlari ham frontdagi o'zgarishni ko'rsatadi. Novopavlovka va Ivanovka Ukraina nazoratida. Ukraina qo'shinlari Pidubneni egallagan. Rossiya kuchlari esa Filiya yaqinidagi o'rmonzor hududda pozitsiyalarni saqlab turibdi. Eng muhim o'zgarish Rossiyaning bu yo'nalishdagi asosiy kuchlari Mokriy Yali daryosining ortiga chekingani. Bu haqda Rossiya manbalari ham xabar yozmoqda. Kreml yaqin AIF nashri frontdagi vaziyatni yoritar ekan. Ukraina bo'linmalari kichik guruhlari bilan Kamar tomon sizib kirayotganini, Rossiyaning kuchlarining asosiy vazifasi esa endi ana shu guruhlarni to'xtatishga qaratilganini qayd etdi. Rossiyaning mustaqil Meduza nashri front xaritalari tahlilida vaziyat ko'lamini yanada aniq ko'rsatdi. So'nggi haftalarda Ukraina bu yo'nalishda Rossiya mudofaasi ichiga 10 kilometrgacha kirib, Pidubne va Novoxatskini egalladi. Bu bosimning asosiy nuqtasi Kamar qishlog'i. Mokriy Yali daryosi atrofida joylashgan va mintaqadagi asosiy avtomobil yo'llari tushadigan Kamar butun vodiy uchun muhim logistika markazi hisoblanadi. Kamarni nazorat qilgan tomon daryo bo'ylab harakatlanuvchi ta'minot yo'llariga katta ta'sir o'tkazadi. Hozircha Kamar Rossiya nazoratida. Qishloq oldidagi daryo Ukraina qo'shinlarining harakatini sekinlashtiruvchi tabiiy to'siq vazifasini bajarmoqda. Ayrim xaritalar Ukraina kuchlari daryoni kesib o'tib, Zelenipoli tomon harakatlanganini ko'rsatmoqda. Biroq Deep State kabi ehtiyotkor manbalar hozircha bu o'zgarishni o'z xaritalarida tasdiqlamagan. Shu sababli bu yerda front chizig'i tez-tez o'zgarib turadi. Ammo umumiy tendensiya aniq. Bir necha oydan beri kulrang hudud Kamar tomon kengayib bormoqda va ta'minot yo'llari uchun kurashda tashabbus Ukraina tomonida. Euromaidan Press ham bu yo'nalishni Ukraina quruqlikda ustunlikka erishgan kam sonli frontlardan biri sifatida baholagan. Agar janglar Kamarning bevosita darvozalariga yetib borsa, Ukraina muhim ustunlikka ega bo'lishi mumkin. Chunki hozir tashabbus ham, logistik ham, yo'llari ham, uning uchun kurashdagi ustunlik ham Ukraina tomonida. Kamar bo'linmalarining ayrim pozitsiyalarini tashlab ketayotgan Rossiya harbiy kanallarida ham qayd etilmoqda.
Moskva bu yo'nalishni mustahkamlash uchun qal'alar kamari atrofidagi boshqa muhim frontlardan elita bo'linmalarni olib kelishga majbur bo'lishi mumkin. Bu esa bir frontni saqlab qolish uchun boshqa frontni zaiflashtirishni anglatadi. Rossiya uchun eng katta ustunlik geografiya. Mokriy Yali daryosi kamar mudofaachilari uchun tabiiy xandaq vazifasini bajaradi. Shu sababli bu yerda keskin va bir zumdagi front qulashi emas, balki Rossiya resurslarini asta-sekin yemirib boradigan bosim va qamrab olish jarayoni ehtimoli yuqori. Kamar yo'nalishidagi operatsiyani tushunish uchun shimoldagi Novopavlovkaga qarash kerak. Moskva bu yerga og'ir bo'linmalar, jumladan tank diviziyasini ham tashladi. Maqsad Dnepropetrovsk viloyatiga yo'l ochish edi. Iyun oxiri va iyul oyida Rossiya qo'mondonligi kichik infiltratsiyani guruhlarini ishga soldi. Ular vayron bo'lgan binolar va yerto'lalarda o'rnashib olishga muvaffaq bo'ldi. Bu guruhlarni shahardan chiqarib tashlash oson kechmadi. Ukraina ham xuddi shu usul bilan javob berdi. Kichik shturm va infilyatsiya guruhlari shaharga kiritilib, hudud binoga tozalandi. Klemen Molining 4-iyuldagi tahliliga ko'ra, Novopavlovka Ukraina nazoratiga qaytgan. ICV ham 11-iyul kuni Ukraina bu yo'nalishda oldinga siljiganini qayd etdi. 22 va 31-iyuldagi baholar esa Rossiya hujumining qayerda to'xtab qolganini ko'rsatadi. Rossiya kuchlari mahalliy hujumlarni davom ettirdi, ammo yangi hududlarni egallay olmadi. Bu yerda Rossiya harbiy xaritalaridagi qizil rang nimani anglatishini ham ajratib ko'rish muhim. Rayber kabi kanallar Dachna tomonidan Novopavlovkagacha cho'zilgan katta hududni Rossiya nazoratida deb ko'rsatadi. Ammo front manbalariga ko'ra, bu hududning katta qismi doimiy okoplar bilan mustahkamlangan nazorat chizig'i emas. Bu asosan ochiq maydonlardan iborat. Dronlar hukmronlik qiladigan kulrang zona. Uni yo'qotishlarsiz kesib o'tish juda qiyin. ICVning 22-iyuldagi bahosida Rossiya Mudofaa vazirligi aynan shu yo'nalishda shubhali videolar va bo'rtirilgan hududiy da'volar orqali axborot ta'siri yaratishga urinayotgani qayd etildi. Ya'ni Novopavlovkada ikki xil jang ketmoqda. Rossiya frontda saqlab qola olmagan hududlarni xaritada o'z nazoratida ko'rsatishga harakat qilmoqda. Vafcha chizig'idan janubga Zaporojye viloyatidagi Gulyapolye tomon harakat qilsak, frontning eng og'ir yo'nalishlaridan biriga kiramiz. Ukraina qo'mondonlari bu hududni butun frontdagi eng murakkab sektorlardan biri deb baholamoqda. Bu yerda Rossiya bosimi haqiqatan ham natija bermoqda. Rossiyaning Vostok guruhi bir necha oydan beri Gulyapolyening g'arbi tomon siljishga harakat qilmoqda. Uzoq muddatli maqsad Orexov yo'nalishi orqali Zaporojyega bosimni kuchaytirish, shahar atrofidagi qishloqlarga hujumlar va shahar chekkilariga kichik guruhlar bilan kirishga urinishlar muntazam qayd etilmoqda. Rossiya taktikasi bu yerda ham tanish. Yirik mustahkamlangan pozitsiyalarga to'g'ridan-to'g'ri hujum qilish o'rniga ularni qanotlardan aylanib o'tishga harakat qilinmoqda. Hatto Rossiya tarafdori bo'lgan manbalar ham Gulyapolyening o'zini to'liq Rossiya nazoratida deb ko'rsata olmayapti va uni asosan kulrang zona sifatida belgilamoqda. Biroq tahdid real. Rossiyaning asosiy yo'nalishlaridan biri Orexov tomon qaratilgan. Ammo bu sektordagi asosiy o'zgarish Ukrainaning qarshi hujumlari. Fevral boshida Aleksandr Sirskiy shaxsan tasdiqlagan qarshi hujum natijasida Ukraina Britaniya mudofaa razvedkasi hisob-kitoblariga ko'ra asosan Gulyapolye shimolida 100 kvadrat kilometrdan ortiq hududni qaytarib oldi. Ukraina kuchlari Verbovoy atrofida ilgariladi va mart oyida Berezoviy yo'nalishida Rossiya pozitsiyalariga sharqdan hujum qildi. Aprelga kelib bu bosimning strategik ahamiyati aniqlashdi. Privolny, Varvarivka, Aleksandrivka chizig'idagi Ukraina qarshi hujumlari Rossiya qo'mondonligini strategik zaxiralarni shu yerga tashlashga majbur qildi. Muammo shundaki, bu zaxiralar Moskva uchun asosiy ustuvor yo'nalish Donetskdagi qal'alar kamaridan olib kelinmoqda. Iyul oxiridagi vaziyat ham shu tendensiyani saqlab qoldi. ICV baholarida bir xil holat qayta qayd etilmoqda. Rossiya kuchlari Gulyapolye yo'nalishida mahalliy hujumlarni davom ettirmoqda. Ammo Ukraina qarshi hujumlari sabab sezilarli ilgarilay olmayapti. Eng muhim ma'lumotlardan biri yana Rossiya tomonidan keldi. 31-iyuldagi front hisobotlariga ko'ra, Ukraina kuchlari shimoldan Verbovoy va Berezoviy Ternoviy chizig'i orqali
Uspenivka tomon bosimni kuchaytirmoqda. Bu muhim logistika nuqtasi yo'qotilsa, Rossiyaning Orexov tomon harakati jiddiy qiyinlashishi mumkin. Bu yerda ham Rossiya qo'mondonligi frontdagi real vaziyatdan kattaroq natijalarni e'lon qilayotgani haqida baholar mavjud. Janubdagi umumiy manzara shunday. Rossiyaning bir qator hujumlari to'xtab qolgan, strategik zaxiralar bir frontdan boshqasiga kuchaytirilmoqda. Ukraina esa ayrim qishloq va hududlarni qaytarib olmoqda. Ammo endi Rossiya haqiqatan ham oldinga siljayotgan boshqa frontga o'tamiz. Bu yerda ham Moskva harbiy natijalarni axborot maydonida real holatdan kattaroq ko'rsatishga urinmoqda. 3-iyul kechasi Putin harbiy formada kameralar qarshisiga chiqdi. Valeriy Gerasimov unga shahar to'liq ozod qilingani haqida hisobot berdi. Ertasi kuni Rossiya bayroqlari o'rnatilgan g'alaba videolari tarqatildi. Ammo xuddi shu vaqtda Deep State xaritalari shahar Rossiya nazoratida ekanini emas, balki u yerda Rossiya harbiylari mavjudligini ko'rsatardi. Ukraina qo'mondonlari esa biz pozitsiyalarimizni ushlab turibmiz deb ma'lum qildi. ICV bu holatni kognitiv urush sifatida baholadi. 4-iyul AQSh mustaqillik kuni arafasida G'arb axborot maydoniga ta'sir ko'rsatishga qaratilgan sahnalashtirilgan namoyish. Ayrim bayroq o'rnatish videolari sun'iy intellekt yordamida o'zgartirilgan bo'lishi mumkinligi ham qayd etildi. Ammo frontdagi real vaziyat ancha murakkab. Shaharni hozircha hech bir tomon to'liq nazorat qilmayapti. Bu yerdagi janglarning asosiy xususiyati dronlar va kichik infilyatsiya guruhlari. Rossiyaning dastlab sizib kirish harakatlari 2025-yil oktyabrida boshlangan. 3 hafta avval ICV Rossiya harbiylari shaharning taxminan 37% mavjudligini qayd etgan. Ammo bu to'liq nazorat emas, asosan kichik guruhlarning infilyatsiyasi edi. Sirskining 20-iyul kuni frontga tashrif vaqtida keltirgan raqami bu shahar jangi qanchalik g'ayrioddiy tus olganini ko'rsatadi. Bir vaqtning o'zida shahar ichida 145 nafargacha Rossiya harbiysi bo'lishi mumkin. Rossiya har kuni 20 tagacha hujum uyushtirib, shaharga yangi kichik guruhlarni kiritishga harakat qilmoqda. Ukrainaning 19-korpusi esa ularni birinchi navbatda dronlar orqali aniqlab, keyin bosqichma-bosqich tozalash taktikasini qo'llamoqda. Biroq so'nggi 2 haftada kelayotgan xabarlar Ukraina uchun bu yo'nalishdagi vaziyat og'irlashayotganini ko'rsatmoqda. So'nggi 2 haftada Konstantinovkadagi vaziyat Ukraina uchun yanada og'irlashdi. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, Rossiyaning kichik shturm guruhlari shaharning katta qismiga kirib borgan va frontdagi Ukraina harbiylari Rossiya kuchlari amalda shaharni qamal qilayotganini bildirmoqda. Britaniya mudofaa rasmiysining so'nggi bahosiga ko'ra, shahar markazining taxminan 80% Rossiya nazoratida. Bir qarashda bir-biriga zid ko'rinadigan ikki holat bir vaqtning o'zida haqiqat bo'lishi mumkin. Frontdan qaytgan harbiylar shahar quladi deb aytayotgan bir paytda Ukraina bo'linmalari hali ham shahar ichidan videolar tarqatmoqda. Aynan mana shu holat kulrang zonaning mohiyatini ko'rsatadi. Hududda har ikki tomon kuchlari mavjud, ammo to'liq va barqaror nazorat hali o'rnatilmagan. Shahar jangi faqat bir yo'nalishda ketmayapti. Shimoldagi Chasov Yarda esa yana bir muhim jarayon davom etmoqda. Rossiya 2 yildan ortiq davom etgan qamaldan keyin shaharning katta qismini egallagan bo'lsa-da, Ukraina mart oyida qarshi hujum boshlab janglarni yana faollashtirdi. Rossiya kuchlari haligacha Ukraina mudofaachilarini shahardan to'liq siqib chiqara olgani yo'q. Shu bilan birga frontdagi real vaziyatni to'g'ri baholash zarur. Deep State bahosiga ko'ra, bu bosqichda Konstantinovkaning to'liq qulashi vaqt masalasi bo'lib qolishi mumkin. Ammo Rossiya 2025-yil oktyabrdan beri, ya'ni 9 oy davomida bu shaharni to'liq egallay olmagani ham asosiy ko'rsatkichlardan biri. May oyiga belgilangan muddat amalga oshmadi. Frontda to'liq g'alabaga erishilmagan bir paytda Moskva axborot maydonida shahar egallanganini e'lon qilishga majbur bo'ldi. Britaniya rasmiylari bahosi esa bu hujumning haqiqiy narxini ko'rsatadi. Rossiya Donetskdagi qal'alar kamarida oldinga siljimoqda, ammo bu harakat juda sekin va katta yo'qotishlar evaziga kechmoqda. Bu surat saqlanib qolsa, Rossiyaning 2026-yilning o'zida butun qal'alar kamarini yorib o'tishi juda qiyin. Konstantinovka to'liq egallanishi mumkin, ammo Kramatorsk va Slavyanskning ham 2026-yil ichida qulashi ehtimoli ancha past. Buning asosiy sababi Rossiyaning Donetskdagi ilgarilash sur'ati kuniga o'rtacha 2-3 kvadrat kilometrgacha tushib ketgani. So'nggi oylarda bu ko'rsatkich yana pasaygan. Hajman ancha kichik Konstantinovkani 9 oyda to'liq egallay olmagan armiya uchun undan bir necha baravar katta Kramatorsk va Slavyanskni, ular orasidagi Druzhovkani ham qo'shgan holda 1 yil ichida egallashi nihoyatda murakkab vazifa.
Bunga Rossiya armiyasining yo'qotishlari ham qo'shiladi. Oyga 35 ming nafargacha o'lgan va yaralangan harbiy hisobga davom etayotgan hujum bir vaqtning o'zida ikkita ulkan shahar jangi uchun yetarli resursni ta'minlashi qiyin. Ayniqsa elita bo'linmalarining bir qismi Janubiy frontga ko'chirilayotgan bir paytda. ICBning aprel oyidagi maxsus hisobotidagi asosiy xulosa ham shu edi. Rossiya 2026-yilda Donetsk viloyatini to'liq egallash uchun yetarli harbiy salohiyatga ega emas. Biroq bu Rossiyaning qalalar kamaridagi real ilgarilashini inkor etmaydi. Bu ilgarilashning ortida esa tanklar yoki artilleriyadan tashqari yana bir muhim kuch bor. Uning nomi Rubikon. 2025-yil aprelida Konstantinovka yo'nalishiga joylashtirilgan Rubikon Rossiyaning elita dron bo'linmalaridan biri bo'lib, frontdagi jang mantig'ini sezilarli o'zgartiradi. Uning asosiy vazifasi front chizig'iga to'g'ridan-to'g'ri hujum qilish emas. G'arb harbiy tahlilchilariga ko'ra, Rubikon front ortidagi 10-40 kilometr chuqurlikda joylashgan nishonlarni ovlaydi. Rossiya harbiy blogerlari keltirgan statistikaga ko'ra, bo'linma nishonlarining yarmidan ko'pi Ukrainaning dron salohiyati bilan bog'liq obyektdir. Kiev Independent Front tahlilida Konstantinovka yo'nalishida Ukraina logistikasining keskin yomonlashishida Rubikon asosiy omillardan biri sifatida ko'rsatilgan. Bu Pokrovskda kuzatilgan taktikaga o'xshaydi. Zamonaviy frontda shaharlar har doim ham to'g'ridan-to'g'ri shturm bilan qulamaydi. Avvalo, ularning ta'minot tomirlari bo'g'ilmoqda. Rubikonning eng xavfli texnologik vositalaridan biri optik tolali kabel orqali boshqariladigan FPV dronlari. Bu apparatlar uchish vaqtida ortidan bir necha kilometr uzunlikdagi optik tolali kabelni yoyib boradi. Boshqaruv signali radio orqali uzatilmagani uchun ularni odatiy radioelektron kurash vositalari bilan bostirish deyarli imkonsiz. Bu tizim dastlab Kurskdagi janglarda keng sinovdan o'tdi, keyin Sharqiy frontga tarqaldi. Rossiya keyinchalik dron bo'linmalarini alohida brigadalar o'rtasida tarqatib yuborish o'rniga ularni front chuqurligi bo'yicha tashkil etadigan yangi dronlar chizig'i tuzilmasiga o'ta boshladi. Bu tarmoqning real ta'sirini Kramatorskdan Konstantinovkaga tushadigan avtomobil yo'lida ko'rish mumkin. Front jurnalistlari bu yo'lni o'lim koridori deb atashmoqda. Yo'lning deyarli butun qismi dronlar tahdidi ostida. Avvalgi zarbalardan qolgan optik tolali simlar yo'l bo'yidagi o'tlar ustida yotibdi. Bu yo'nalishda ta'minotning katta qismi endi yer usti robotlari orqali amalga oshirilmoqda. Yaradorlarni evakuatsiya qilish esa ko'p hollarda piyoda bajarilyapti. Chunki oddiy avtomobilni bu yo'lga olib chiqish o'ta xavfli. Doimiy dron hujumlari Ukraina bo'linmalarida yuk mashinalari va pikaplar tanqisligini ham keltirib chiqardi. Frontda qolgan avtomobillar dronlardan himoyalanish uchun payvandlangan po'lat qafaslar bilan kuchli darajada modifikatsiya qilingan. Biroq Rossiya ilgarilashini faqat dron texnologiyasi bilan tushuntirib bo'lmaydi. Irish Times tahlilida asosiy omillardan biri sifatida Moskvaning inson resurslari bo'yicha ustunligi ham ko'rsatilgan. Ukraina qo'mondonligining o'z kuchlarini qaysi yo'nalishga ustuvor ravishda joylashtirish ham vaziyatga ta'sir qilmoqda. Rossiya Dobropolye yo'nalishida bosimni kuchaytirganda, Ukraina qo'mondonligi elita bo'linmalarining bir qismi shu yerga o'tkazdi. Natijada Konstantinovka vaqtincha ustuvorlik darajasi bo'yicha orqaga surildi. G'arb rasmiylari baholariga ko'ra, Rossiya har oy 35 ming nafargacha o'lgan va yaralangan harbiy yo'qotmoqda. Bunday yo'qotishlarni qoplash uchun Moskva har oy 10 minglab yangi harbiylarni armiyaga jalb qilishi kerak. Ammo bu mexanizm ham tobora qiyinlashmoqda. Germaniyaning CVP instituti tahlilchisi Yanis Kulugi Rossiya Moliya vazirligi ma'lumotlari asosida hisoblashiga ko'ra 2026-yilning birinchi choragida 71216 nafar yangi kontraktchi Rossiya armiyasiga qo'shilgan. Bu kuniga taxminan 800 nafar harbiy degani. Ko'rsatkich o'tgan yilga nisbatan 20% ga pasaygan va so'nggi 3 yildagi eng past darajaga tushgan. Ukraina tashqi razvedka xizmati iyul oyida keltirgan hisob-kitoblar ham xuddi shu tendensiyani ko'rsatadi. Rossiya 2026-yil uchun belgilangan 409 ming nafar yangi harbiy jalb qilish rejasining hali yarmiga ham yetmagan. Shunday qilib, Rossiya harbiy mashinasi hali ham ishlayapti, ammo uni harakatda ushlab turish tobora qimmat va murakkab bo'lib bormoqda. Donetskda Rossiya ayrim yo'nalishlarda oldinga siljamoqda. Konstantinovka uchun vaziyat Ukraina uchun jiddiy og'irlashgan va shaharning to'liq egallanishi ehtimoli mavjud. Ammo butun qal'alar kamarini yorib o'tish Konstantinovkadan keyin Druzhovka, Kramatorsk va Slavyanskni ham egallash
egallash mutlaqo boshqa ko'lamdagi vazifa. Rossiya Donetsk uchun hujumni davom ettiryapti. Ammo asosiy savol endi faqat qancha hudud egallanishi haqida emas. Bu surat va bunday yo'qotishlar bilan Rossiya ushbu hujumni qancha vaqt davom ettira oladi? Sizlarga yetkazmoqchi bo'lganlarimiz shulardan iborat edi. Dunyo yangiliklaridan uzoqlashmang.